5-iyun onajonimning tug'ilgan kuni. Ertalab telefon qilib, "Qizim kelasizlarmi?" dedi. "Ha, onajon boramiz" dedim. Abidgacha ham kunlikda edim. Abiddan keyin soat 4larda tushib 7gacha ishlayotib edik qizlar bilan. Bugun soat 3da tushdim. Ertaroq ishlayin. Ertaroq onamni oldiga borayin deb. Onajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Nevaralaringizning baxtiga sog'-salomat bo'ling. Dadajonim bilan jannatlarga birga bo'ling. Inshaalloh hoji ona, hoji bobo bo'lingizlar. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman